Dunyo tartibsizlik ichida, insonlar najotkor izlaydi va birdan u paydo bo'ladi. Yuxon Navaxiy kitobining 13-bobida shunday deyiladi: dengizdan bir maxluq chiqadi, kuchi bilan, hokimiyati bilan va butun dunyoning sajdasi bilan. Odamlar aytadi: unga o'xshash kim bor? U mag'rurlik bilan gapiradi, hatto Xudoga qarshi ham. U hukmronlik qiladi va muqaddaslarni quvg'in qiladi, va eng muhimi, u bir tizim joriy qiladi. Uning belgisisiz hech kim na sotib ola oladi, na sota oladi. Lekin buning narxi juda yuqori. Uning belgisini qabul qilganlar Xudoni rad etgan bo'ladi. Ammo hikoya shu yerda tugamaydi. Maxluq mag'lub bo'ladi. Uning oxiri hukmdir. Xudoga sodiq qolganlar esa hayotga ega bo'ladi. Savol kelajak haqida emas, balki siz bugun kimning tomonidasiz? Xudoni tanlang, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.